Ko'pchilik targetologlar retargetni faqat qayta ko'rsatish deb o'ylashadi. Lekin retarget bu sizni tanlamagan odam bilan ikkinchi bor suhbat qurish deb hisoblanadi. Har kimga emas, faqat tayyor auditoriyaga, ya'ni qizdirilgan, progress qilingan auditoriyaga qayta taklif berish. Hozirgi kunda meni ingliz tili o'quv markaz proyektim bor. Sizlar bilan agar hozir ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu yerda auditoriya bo'limi bor. Kiramiz. Auditoriya yo'q, mana ko'rayotganinglardek. Bu yerda biz 3 ta auditoriya tayyorlaymiz. Пользовательский auditoriya. Bu yerda sizlar saytga kirgan insonlarni, приложение bilan действие qilgan insonlarni, kataloglar bilan действие qilgan, misol uchun, spisak klientov olsak bo'ladi. Videoni ichida misol uchun biz 3 sekundda yoki 25%, 50% ko'rgan insonlarni biz tortib olishimiz mumkin bo'ladi. Yoki lead formada mana misol uchun lead formani ochgan lekin to'ldirmagan. Ularni biz yig'ib olsak bo'ladi. Yoki lead formani ochgan va jo'natgan har bitta insonni biz yig'ib olsak bo'ladi. Пользовательский auditoriyadan tashqari bizda lookalike auditoriya bor. Bu lal deyshadi ko'pchilik. Bu o'xshash auditoriya. Xo'p, сохранённый auditoriya bor. Misol uchun biz reklama yoqayotganimizda ularni o'zimiz сохранить qilib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun qiziqishlariga moslab. Xo'p, birinchi o'rinda hozir biz sizlar bilan пользовательский auditoriyani ko'rib chiqamiz. Menga hozir mana formani to'ldirmagan insonlar kerak. Forma генерации лидов bosamiz. Далее. Любой человек, кто открыл эту форму deyapti. Ya'ni ham to'ldirgan insonlar, ham to'ldirmasdan formani ochgan insonlarni yig'ib olsak bo'ladi bu yerdan. Которые открыли, но не отправили форму. Formani ochganlar va jo'natmaganlar. Yana bittasi bor, которые открыли и отправили форму. Bular ochgan va bizga formani jo'natgan, ya'ni o'zini kontaktini jo'natgan insonlar bo'ladi. Menga hozir которые открыли, но не отправили форму kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana biz stransani tanlaymiz. Mana tanlangan. Xo'p. Forma generatsiya lidov. Qaysi formadan ochib, lekin jo'natmagan, o'shani tanlagan deyapti bu. Menga hammasi kerak. Удержание auditoriya. Misol uchun, bu yerda men 90 kunni belgilab qo'yganman. Bu nima degani? Oldingi 90 kunlik auditoriya emas. Bizni misol uchun удержание deyapti bu yerda. Удержание degani 90 kun davomida mana shu auditoriyani ushlab turadi. Уже 90 kundan keyin biz yana boshqa auditoriya so'zat qilishimiz kerak bo'ladi. 90 kundan u yog'i bo'lmaydi. Misol uchun men 365 qilib ko'rgandim, yo'q bo'lmadi. Eng ko'pi 90 kun bo'lish kerak ekan. Va men bunga nom berib qo'yaman. Formani ochgan, lekin jo'natmagan. И 90 kun удержаниясini yozib qo'yaman. Так, bu yerga описаниеga men chisloni kiritib qo'yaman. И создать аудиторию. Xo'p, mana bizda bu yerda уже заполнение ketyapti, yig'yapti. Xo'p, hozir men yana bitta auditoriya so'zat qilaman. Пользовательский bo'ladi bu ham. Так, formani bosaman. Xo'p. Событияda men которые открыли и отправили форму, ya'ni formani ochgan ham bizga jo'natganlarni tanlab olaman. Formani, lead formani tanlab olaman bu yerda. Удержание o'sha 90 kun qoladi. И nom beraman. Описание xuddi shunaqa число. Men buni nimaga qildim mana? Chunki menga lookalike auditoriya kerak, ya'ni o'xshash auditoriya. Mana shu formani ochib jo'natganlar kerak bo'ladi menga. Ularga o'xshash auditoriya to'g'rirog'i. Создать похожую auditoriya deyapti. Bosamiz. Xo'p, местоположение. O'zbekiston. Keyin bu foizlari mana misol uchun menga 0 dan 1% gacha o'xshash auditoriya kerak va 1 dan 3% gacha o'xshash auditoriya kerak bo'ladi. Bu nima degani? Mana men bitta ham yozib qo'ygan. В похожую аудиторию размером 1% входят люди, наиболее похожие на исходную аудиторию. Ya'ni formani ochgan va jo'natgan auditoriyalarga o'xshashni bizga yig'ib beradi.
sozdать auditoriya qilamiz. Bu yerda ham mana zaполнение ketyapti. Hop, endi bizaga Hop, endi biza bular orqali retarget qilsak bo'ladi. Qanaqa qilib? Mana misol uchun hozir biza bu yerda formani ochib jo'natganlarni o'xshash qilib oldik. Biza mana shu auditoriyani intereslar bo'limidan tanlaymiz-da. Mana hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bu yerda pastroqqa tushsak, пользовательская auditoriya deb yozib qo'ygan mana. Mana похожая auditoriya 1% dan 3% gacha va похожая auditoriya 1%. Mana shundan biz tanlab turib qolgan daniylarni kiritib ketsak bo'ladi, lekin bilada biz interes tanlamaymiz. Nimaga? Chunki bizning auditoriyamiz to'qnasholmay qoladi bir-biriga. Shuning uchun biz tanlashimiz kerak bo'lmaydi. Hop, keyingisi. Biz yana mana bunaqa qilsak bo'ladi. Пользовательская auditoriya deb turib, forma generatsiya лидов bosamiz. Открыли форму, но не отправили deyapti. O'shani bosib turib, formani tanlab bular bizda ishlaydigan auditoriya bo'ladi. Исключить bossak, mana biz mana bunaqa qilsak bo'ladi. Которые открыли и отправили formulani biz chiqarib tashlasak bo'ladi. Ya'ni bizning reklama formani ochib jo'natganlarga ko'rsatilmaydi. O'shani bosib qo'ysak va удержание qilib qo'yamiz и formani tanlaymiz. Bunga ham nom kiritib qo'yamiz. Formani bunaqa qilib qo'yaman. Formani to'ldirganlar. Описаниеga число. Bo'ldi, sozdать auditoriya qilamiz. Bizning auditoriyamiz tayyor. Bo'ldi, shu bilan mana bu yerda mini 1000 deyapti. 1000 ta odamdan kam. Заполнение deyapti bu yerda. Заполнение bo'lgandan keyin bizning auditoriyamiz o'sha sonlari ko'rsatilib chiqadi. Taxminiy bo'ladi u sonlar. Shunga moslab biz target yoqsak bo'ladi. Sizlar bilan bugun retarget auditoriya tayyorlashni o'rgandik. Keyingi videoda qanaqa qilib ushbu auditoriyalarimiz orqali retarget qilishni, ya'ni target yoqishni o'rgataman. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.